Odam oldi-sotdi qila olish kerak, to'g'rimi hozir aytishingiz bo'yicha? Shunday. 2006 yo 7 turibdi-da, men o'zimga ham 17 millionga. Mana shu yerga kim olsa, chekib qo'yib qo'yman, lekin undan keyin chiqadi. Bundan keyin chiqmaydi. Buni kelishtiribroq ayting, savdo qilaman men, keyin chiqmasa. Ayting qanisi? Hech bo'lmasa bir 20 million deng. Mana bir savdo qilay bu. 30 million deyapsiz. Kelishamiz, endi bozor sizdan da. Yo, o'sha, mana qarang. Yaqin kelishni xohlaysizmi, shuni sotilishga olib keldingizmi, sotgisi kelyaptimi? Bo'ladigan narx aytavering. Men ham har kuni bozorda ichaman-da. O'sha uchun tezroq yaqinlashib olamiz bir-birimizga. Siz tepaga tursangiz, men pastga tursam, masofa katta bo'lsa qiyin-da. O'sha uchun aytaman, uka 20 million deyapman, necha pul bera olasan-da? Hech bo'lmasa shunday deng, men savdo qilaman. Necha pul berasiz sizdan-da endi bozor. Qo'lda bering. Bo'ladigan bo'lsa 15 million naqd pul beraman. Oldi-sotdi qilib olaman mashinangizni. 25 ta tushar o'shanda. 7 million dokumentga ketadi aka. Ha? Agar generalni davrini bersangiz, mana bayqilab biling. Generalni beradigan bo'lsangiz 18 million so'm beraman. Generalni bera olmayman deydigan bo'lsangiz 15 million naqd pul beraman. Ochiqcha kartada. Bu necha pul bo'lmasa pul. Bularigina 5 million oldi-sotdi qila oladi. Buni baland emasmi bu? Sal. Endi hammani ko'ziga oy ko'rinar ko'ziga. Lekin bu baland tortdi hozir. Sizdan past so'rayapti, kelishtirib so'rasangiz bir gap bo'ladi. Aka shuni oxiri 17 millionga olasizmi? Keyin chiqadi. Sotishga kelganmi? Yo'q, xo'p, kelishtirib, men nima kelishtirib sotamandan kelishtirib so'ramayman. Keyin bering 18 million beraman. Keyin chiqmay ekanda. Xo'p, 15 million deyapman. O'zingiz meni qarang, bir o'zingizda shu Matiz oluvchi o'rniga qo'yib ko'ring. Matiz olgan keldingiz meni oldimga. Qo'lingizga bir 18-17 million pul bilan keladi meni oldimga. 20 million pul bilan ham kelishmayapti-da. Aka shu bitta mashina olib bering, shu pulga deb kelishadi. Endi shu Matizni sizga aytsam, oldi-sotdi qilib olasan, narxigina 5 million desam. Keyin xuddi shunday turibdi, bittasi 17 million keyin chiqadi desam. Qaysi birini olasiz o'zingiz? Endi olasiz. Keyin chiqadigan 17 million deydi, arzongidan olasiz. Hamma ham shu-da, endi kelishtirib so'radiyapsiz. Kelishtirib so'raganga 15 million yomon so'ramadim. Oxiri 20 mi ko'nglingiz? Bu aytib ko'raman kimdir olsa. Menga pulingiz kerak emas. Olgandan ham sotgandan ham pul so'ramayman. Kimdir shayda 20 beraman desa berasizmi? Ko'ringlar akalar 25 million bo'lsa beraman debdilar. Oldi-sotdi qila olin ekan. 20 dan balandroq desa 4 desa sotamiz. 25 dan baland. Gapim bozor kuni zo'r kun kelgansiz. Bir bozorni pastga tushib bir aylaning. Keldimi? Aylanib keldingizmi? Bir qo'lni ushlab, shunday mashinada necha savdo qilayotgan ustidan chiqdingiz. 23 ga. Shu 23 millionga be deyotgan ekan. Bozor haqi, bozor. 23 million savdo qilib berdi. Bozor haqi. U 24-yil ekan. 23 ga bermadi. 20 dan balandroq desa. Qapachilar yo'qmi bizda? Agar 15 millionlar bersangiz oldi-sotdi qila olaman, generalni beradigan bo'lsangiz 18 million bo'lsangiz pul sanayman. Ochiqcha ko'ringlar. Uni endi baribir aqlim yetmaydi.